Hürmetlik Uygur vatandaşlarım, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede size acıyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 3. ayının 6. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetten eysek, Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Antony Blinken, Polşa-Ukrayna çigrasıda Ukrayna'nın prezidenti Zelenski bilen görüşüdüğün boldu. Mana bu vaziyet, keyinki vaziyet qandaq ta'sir ko'rsatdi? Aldığımızda haberler yetip kelgende sizlar bilan görüşümüz vatandaşlar. Bugün so'zlaydigan mavzumundaq. O tutaştı. Zor bir türküm Amerika'da askeri septen qaytqan askeri odamlar Ukraynaga berib urushqa qatnashishga tayyorlan. Mavzuli xabar 3. ayning 5. kuni Venvitor-Bit'de e'lon qilindi xabar. Mundaq başlan. Ukrayna prezidenti Zelenskining taklifini qabul qilib, zor bir turkum Amerika askeri septen qaytqan askeri odamlar Ukraynaga berib urushqa qatnashishga tayyorlan. Siz üçün, biz üçün, belki bütün dünya üçün katta haber bu vatandaş. Kendiniz ma dünya siyasının takdiri münasebetli katta haber bu. Ukrayna prezidenti Zelenski ötken hafta xalqaro armiya polk tashkillashni e'lon qilgan hamda Ukraynani qo'g'dash bo'yicha dunyoning har qaysi joylaridan kelgan fidoilarning hamkorlashishini talab qilgan edi. Amerikaning har qaysi joylarida bir guruh, bir to'p askariy sepdan qaytgan askariy odamlar jo'g'lanib, pasport elishni plan qo'ydi. Nurg'un kishilarning qalbidagi bu bir maydon adolatlik urushqa, ya'ni Ukraynaning Rossiyaga qarshi urushiga qatnashib, erkinlikni qo'g'dash, mustabidizmga tajovuzlar qarshi turishni arzu qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5. kuni ogohlantirib Ukrayna davlat rahbarlariga mundaq deydi. Agar ular, ya'ni Ukrayna rahbarlari hozir qilayotgan ishlarini davomlashtiradigan bo'lsa, Ukrayna davlatlik o'rnini yo'qotib qo'ydi. O yana mundaq dedi. Rossiyaga embargo e'lon qilganlik urush e'lon qilishga barobardir. Hamda 3. davlat Ukrayna havo tavalligida uchishni cheklash rayini ta'sis qiladigan bo'lsa, bu urushga qatnashganlikqa barobardir. Ukrayna xalqi Vladimir Putinning tahdididan qo'rqib qolmadi. Qaysarlik, vatanparvarlik hayajonlari ichida Rossiya egallagan Xerson shahridagi aholilar 5. kuni atgan soat 10 da xalq maydoniga to'planib, ya'ni markaziy maydonga to'planib, namoyish qilib, Ukrayna bayrog'ini qo'llarida lapildatdi, pulanglatdi. Naq maydonni ko'rsatgan video xabarlarni New York Vaqt gazeti ham dalilledi. Bugün 6. kuni Canının nazarı torbiti 3000 nafar Amerikalik fidoilar Ukraynaga yordam berishga boradigan bo'ldi. Krodiya fidoilar qo'shini Ukraynaga berib, Ukrayna bilan bir safda urushga qatnashadigan bo'ldi. Rossiyalik diplomatlarni Litvan xalqi qorshab elib dumbalıdı. Mavzuli xabar yak torpilimida 3. ayın torpilimi 3. ayının 6. günü Can Efendi, yani Can'ın Efendi tarafından delillendi ve torbiti YouTube'da e'lon qilindi.
Zelenskiy Ukrayna'nın prezidenti 10 mingga yaqin Rossiya armiyasi yo'qitildi. Kiev shahriga yaqinlab kelgan Rossiya armiyasining avangard qismlari tarmar qilindi deb ko'rsatdi. Ukrayna prezidenti Zelenskiy 3-ayning 4-kuni YouTube canlının nazarı. Misli görülmeyen bir ahval. Rusya payçak-bazarı müşahaptı sodi ticaretini to'xtatdi. Mavzuli xabar 3-ayning 4-kuni Jungo'ga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya payçak-bazarı davomli 5 kun sodi ticaretini to'xtatdi. Mushu davlatning hozirgi zaman tarixida intayin zor rekord yaratqanlik bo'lib hisoblanadi. O'tgan juma kuni Moskva savdo bozorida paychak savdosi eng oxirgi bozorni ochgandan beri Londonda bozorga chiqadigan Rossiya paychaklari Viviska esish, yana taxtay esishdan burun paychakning 90%dan ortiq qimmatini yo'qotdi. Ziyon tortdi. Rossiya bilan bordi keldi tijorat munosabati qilayotgan Yevropa shirkatlari 100 milliard Amerika dollari ziyon tortdi. Rossiya Ukraina to'qnashuvidan paydo bo'lgan xalqaro embargoning zarbasi ostida Rossiyaning har xil kapital bozorlarida muqimsiz, ya'ni muqim bo'lmagan ta'sir ko'rsatdi.